Hech qachon niyatlarim o'zimga shunchalik qarshi chiqishi mumkin deb o'ylamagandim. Bilasiz, men ishlayman, ertalab chiqib ketib, ham direktorlik, ham o'qituvchilik vazifasini qilaman. Bir xillarda shunaqa miyam charchab ketadi. Ichimda juda charchadim deyman. O'qishdan yugurib chiqib, ba'zida obed qilishga ulgurmasdan magistraturaga boraman. Keyin uyga kelib, uy ishlari bolalar. Mana niyatimga yetdim. Uyda o'tirgim kelyotdi, yotgim kelyotdi. Endi kasal bo'lib yotibman. Katta qizim oxirgi paytlar ko'p xamirli mahsulotlar yeb, yuzi dumaloq bo'lib qoldi. Qizim xamirli narsalar yemagin, ozishing kerak, semirib ketasan bo'lmasa deyotdim. Mana 5 kundan beri mazasi bo'lmay hech narsa yemayapti. Bugun o'pkasini rentgen qilayotganimizda suylarni ko'rib, buncha ozib ketdi qizim deb o'zim aytgan gaplarni o'yalib ketdim. Anchadan beri kichkina o'g'lim bilan kam vaqt o'tkazyapman. Ko'proq shu bilan birga o'tirib, qo'lini ushlab o'tirgim kelyapti deyotdim. Mana endi 3 kundan beri kapelnitsa o'tganda qo'lini ushlab o'tiribman. Yana bir marta tushunib yetdimki, niyatni to'liq va yaxshi qilish kerak ekan.